Aka Nasir. Bugun sizlar bilan Nasir aka haqida gaplashib o'ramiz. Bugun oddiy manga bir tinga qilib Nasir akada yuribman. Sizlar prova ishlash uchun men hamma uyga ketaman bitta Nasir akani. Birinchi o'rinda mana aqllik. Birinchi o'rinda mana tugma nima uchun kerakligini bilmay ko'rlar uchun mana buni anib turasizlarda bunday qilib turib pastdagi kostyumingiz kontrolni bossanglar mana bunaqa narsalarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda shunday narsalarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Menimcha bunday bo'lmasa kerak. Yo'q, bu ekan mana. Mana. Buyurun. Mana bunday qilib turib bu ishlamaydi. Kamerani bunday qilish lazım. Xuddi shu o'sha narsasi left hand mode shunaqalar. Yo, left hand mode emas. Left hand mode esa mana bunaqa bo'lib teskari qoladi. Tushundingizlarmi? Keyingi o'rinda auto jump. Ana avtomatik sakrash shunday adashib o'taman. Mana avtomatik sakramay ko'ryapsizlarmi? Qo'yish mana. Yana bitta narsani ko'rsataman. Buni agar yo'q qo'ysanglar mana sakraydi avtomatik. Bu Java'da ham bor, Java'ni qaysiligini bilmayman. Mobile menusiz. Adashmasam bu katta narsalar yo'q. Yo'q, kichkina narsalarga mana qilsak. Ayo, mana buni kattalashtirsak, kattalashgan. Men ko'pincha katta bo'lib ketganim yomon. Sizlarni o'zlaringizni fikrlaringiz. Mana bu esa buni nimaligini bilmayman, lekin yo'lni chiqib turgan bo'lsa, mana chiqib turgan bo'lsa, nimaligini tushunmadim ham. Qidirib topamiz. Hech qaysi videodan yuqorilab chiqar ekanman yo'q bu videoni. Agar buni yoqsak, da o'zgarmadi. Ayamlar o'zgarmaydi. Hozir bitta narsani ko'rsataman. Mana bu invent, mana bu. Invert agar shuni yo'q qo'ysak, biz telefonimizni pastga qilmoqchi bo'lsak, mana ko'tarmoqchi bo'lsak, tepaga qaramoqchi bo'lsak, qo'limiz bilan mana bunday qilib pastga qilishimiz kerak. Ko'ryapsizlarmi? Mana qilyapmiz, ko'ryapsizlarmi? Pastga qilish uchun qo'l bilan bunday qilish kerak. Bu ko'pincha sizlar to'g'ri kelmasligi aniq. Buni prolar, nima? Split controls. Mana. Bu anaqa uchida ingliz deydi. Uchida plus chiqar ekan bu. Sizlarga tavsiya qilaman, lekin bilmadim, hammaning tabi har xil. Champions League. Mana. Buni qilsanglar mana bossak jump bo'lyapti, buni bossak o'tish bo'ladi. Joy o'zgaradi. Tushundingizlarmi? Menimcha buni noqulay bo'lsa kerak. Bunday qilib yurish. Hamma u narsani tabiiy qarab yoqadi, masalan, men yoqmayman. Mana qaysi deysanglar mana bu edi. Buni o'chirib qo'yganlar yaxshi. Yana qayta aytaman, yo'q qo'ysanglar, mana bular. Yo'q qo'ysanglar bo'lsin.
Yo'qsa mana o'tirgan bilan jump joylashtirib qo'yadilar. Buni o'chirganim yaxshi. Mana bu esa anaqa mana unga o'tib qolamiz. Mana uyni kirlay o'tib qoladi. Meni o'chib qo'ygan yaxshiroq. Menimcha tushundingizlar. Bularni mana uchtasini bilmayman. Keyin ko'rindi. Voy, ko'rsamiz kreativ. Yana bitta narsani o'rgatib qo'yay. Hozir. Mana bu. Mana bu narsani o'chirib qo'ysanglar, mana 110 ga qo'yib qo'ysanglar, mana bunaqa bir juda bir balam ketadi. Agar buni video bo'limidan topasizlar, videodan. Agar buni eng pastga qo'ysanglar, mana 300 ga eng pasti. 300 qo'ysanglar, humon qaraylar. Mamnun qilib qoladi. Tushunamni, ko'tarib qo'ygan yaxshiroq o'zgina. Taunchdan hamma narsani bilsanglar kerak, bu uchalasi hech narsa bermaydi o'yinga. Keyin ko'rindi mana bu. Mana bu. Xo'sh. Ko'ringlaringizda. Hamma narsani orqaga qilib mana bu haqiqat qurib to'g'rilagandim. Bunda bir boshqacharoq. Lifhidmod, bunaqa hammasi bor bunda ham. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna. Keyingi videoda mana uni o'rgataman. Shu videoga bir bitta like yig'sam. Videoni ko'rgandan keyin meni chatimga challenge qoldiringlar. Keyingi videoda albatta o'sha challenge'ni qilaman.